8 bo'ladi. Yo'q, noto'g'ri. Chalg'itmang Botirjonni. Ha? Gulzorda gullar juda ham ko'p ekan. Asalarilar asal yig'ish uchun kelishibdi. 7 dan keyinchi? 0. Bolalar, sizlar bilan biz tanishadigan mavzu bu natural sonlar mavzusi. Natural sonlar o'zi nimaligini bilasizmi? Bilasizmi? Bilmaysizmi? Xo'p, yaxshi. Mana Fatima, sen menga 0 ta shokolad bera olaysanmi? Yo'q. Nimaga? Yo'q. 0 degani bu nima degani? Yo'q degani ekan. Xo'p, agar biz gullarni sanamoqchi bo'lsak, qanday qilib sanaymiz? Sanaylikchi? 1, 2, 3, 4. Demak, har bir narsalarni sanash uchun ishlatadigan raqamlarimiz nima deyilar ekan? Natural sonlar deyilar ekan. Biz sanashni nechdan boshlaymiz? 1danmi, 0danmi? 1dan. Barakalla, 1dan boshlaymiz. Demak, qani 10 gacha sanaylikchi bitta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barakalla. 10dan 6gacha sanaylikchi? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Barakalla. Ortga qaytganimizda 0ni sanayapmiz. Lekin sanoqni boshlaganda 1dan boshlayapmizmi? 0danmi? 1dan. Demak, bolalar, yaxshilab tushunib oling. Sanash uchun ishlatadigan raqamlarimiz nima deyilar ekan? Natural sonlar deb aytilar ekan. Xo'p, aytingchi, 1, 2, 3 yarimta deyishim mumkinmi? Xo'p, olma agar yarimta turgan bo'lsa, men uni sanay olamanmi? 1 deb yoki yarim deb sanay olamanmi? Agar gulni men o'rtasidan bo'lsam, uni 1 yoki yarim, 3 deb sanab keta olamanmi? Yo'q. Demak, yana qaytaraman. Sanash uchun ishlatadigan raqamlarimiz Ahmadjon natural sonlar deb atalar ekan. Bu men siz uchun natural sonlarimiz, ya'ni 0 dan 10 gacha o'zi. Sizlar bilan biz 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar bilan nima qildik? Tanishib chiqdik. Ajoyib. Bosh qotirmay tayyorladim. Ishlash uchun tayyormizmi? Demak, boshladik. Yo, aychi bolam. 1 dan, demak 9 gacha bu yerda senga raqam berilibdi. Bularning ichida eng kichkinasi qaysi raqam? 0 raqami? Sen menga 0 ta shokolad bera olaysanmi? Yo'q. Shuning uchun eng kichkinasi necha ekan? 0. Yana 0mi? Sen menga 0 ta shokolad bera olaysanmi? Yo'q. Sen menga nechta shokolad bera olaysan? Eng ozgina. 0tami? Bitta. Demak, eng kichik natural son necha ekan? 1 ekan. Barakalla o'g'lim. Endi tushunib oldingizmi? Bu yerda qamazda mashinalar. Hop, mashinamizni qo'shni raqamlarini topishimiz kerak ekan. Qamazda necha soni turibdi? 5. Shu 5mi? Necha bu? Hop, 3 dan avval necha keladi o'g'lim? 2, 3 dan keyinchi? Barakalla. Xuddi shularni qo'shnilarini nima qilib qo'yamiz? Yozib qo'yamiz. Yozib qoling. 2 dan avval necha? 2 dan oldin necha keladi, qizim? 2 dan oldin necha deb sanashni boshlaymiz? 1. Demak, bu yerga necha yozar ekanmiz? 1. Barakalla. Xo'p, 2 dan keyin necha keladi? 3. Barakalla. Janoblari, aytingchi, bu yerda sizga 7 raqami berilibdi. 7 dan oldin necha keladi? 6. 7 dan keyinchi? 0. Well, if I'm going out, I'm going out. 7 dan keyin? 8. Barakalla, qani? 5. Ma, ko'r qizim, bu yerda 6 ta sariq kadakcha bo'lgani uchun 6, 3 ta yashil bo'lgani uchun qo'shilgan 3 teng 9 debdi. Sen shu surat uchun misol tuzib bera olasanmi? Xo'p, nechta oq kadakchalar bor ekan? 4 tami? Yaxshilab sanaychi. 1, 2, 3, 4, 5. Xo'p, qaboring kadakchalar nechta ekan? Xo'p, misol tuzib bering shunga qarab. Qo'shilgan 4, 9. Barakalla. Darrov chiqib doskaga yoz. Navbatdagi kadakchalarimizni sanang. Pushti kadakchalar nechta ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta ekan. Xo'p, siyoh ranglarichi? Misol tuzib bering shunga qarab menga. 7 ayriliq, qo'shib 2 teng. Necha bo'ladi? 7 ga 2 ni qo'shsak? 9. Barakalla. Darrov doskaga yoz. Navbatdagi suratga qarab menga misol tuzib bering. Pushtilar nechta ekan? Sanang. 5 ta. 5 ta. Xo'p, havo ranglarchi 4 ta. Misol tuzib beringchi endi shunga qarab. 4 qo'shib 5 jami 9. Barakalla. Darrov doskaga yozamiz. Sehrli crossword. Uni atroflarini yig'ib ishlab kelsangiz, markazdagi son 10 ga teng bo'lishi kerak. Siz eng birinchi qatorni ishlang. 5 ga nechini qo'shsak 8 bo'ladi? Jim turamiz. 3 ni qo'shsak 8 bo'ladi. Darrov katakchasiga 3 ni yozib qo'ying. Yozing darrov 3. Barakalla. 1 ga nechini qo'shsak 5 bo'ladi? 4 ni. Barakalla. Juda yaxshi. Siz 8 dan nechini ayirsangiz 1 qoladi? 7. Barakalla. Yoza qoling 7 ni. 9 dan nechini ayirsangiz 8 bo'ladi?
Yo'q, noto'g'ri. Chalg'itmang Botirjonni. 9 dan nechini ayirsangiz 8 qoladi? 9 ta barmog'ingizni ochasiz. Ha, barakalla, ana. Yo'q, u yerga emas, bu tomoniga, ha, ana o'sha joyga. Barakalla o'g'lim. Rahmon, 6 ga nechini qo'shsak 9 bo'ladi? 3 ni, barakalla. 8 dan nechini ayirsangiz 6 qoladi? 8. Nechini ayirsak 6 qoladi? Shu aytmang, o'zi biladi. Barakalla o'g'lim. Eng sehrli qismiga yetib keldilar. 5 ga shunday son qo'shingki, u 10 bo'lsin. 5 ga nechini qo'sh? Barakalla, yozib qoling. O'g'lim, 8 ga nechini qo'shsak 10? 8 ta barmog'i ochamiz. 8. Nechini qo'shsak 10 bo'lar ekan? Nechta barmog'ing qoldi? Demak, 2 ni yozib qo'yar ekanmiz, a? Yozib qoling. Mana o'sha joyga. Oho, 2 ni. Voy, sekinroq o'g'lim. 6 ga nechini qo'shsak 10 bo'ladi? Barakalla. Qo'shsak 10, qizim. 2, barakalla. Muhammad yo'q, kela qol o'g'lim. 1 ga nechini qo'shsak 10? Bitta barmog'ingiz bor. Tushuntiramiz. Nechta ochishim kerak 10 bo'lishi uchun? 9, barakalla. Ana sehrli krossvordimizni to'ldirib qo'ydik. Markazimiz nechiga teng bo'ldi o'g'lim? 9 ga teng bo'ldi. Ha, barakalla. Gulzorda gullar juda ham ko'p ekan. Asalarilar asal yig'ish uchun kelishibdi. Avval 4 ta asalari kelibdi, keyin yana 3 ta kelibdi. Qani uchib kelsin hammasi? 3 ta asalarilar uchib kelibdi. Tezroq kela qolsin. Voy, juda ham dangasa ekan bu asalarilar. Aychi qizim, endi bu Gulzorda jami nechta asalari bo'ldi? 7 ta. Bittasini berinchi, to'g'ri qo'shdingizmi yo'qmi? Barakalla, qani 5 ta.